언니, 안녕하세요. nimayu? O'rto, shuniyam bilmaysanmi? Bu koreyschada salom degani. Okey. Salom, Laziza, yaxshimisan? Oy papu, aytgancha koreys tilidachi z harfi yo'q-da, o'shaning uchun meni ismimni Laziza deb emas, Latija deb chaqirgan, xo'p. Kulma, jinnimisan? Men jiddiy aytyapman. Yo'q. Laziza. Bu narsa ichasanmi, yeysanmi? Men sho'rva zakaz qilib yubordim. O'rto, bunaqa yog'li narsalar yemagin. Koreyadachi umuman yog'li narsalar yeyishmaydi. Shuning uchun Koreyani qizlari menga o'xshagan ozg'in, chiroyli. Men kofe ichaman. Choyga voy, koreys tilga o'rganib qolganman-da, kechirasiz. Menga bitta ice americano please. Kamsamnida. Ice americano aka, bitta, rahmat. Voy, o'rto, men ham shunaqa dedim-ku. Ice americano. Xo'p, o'rta, men seni tushundim. O'zingda nima gap? Tinchmisan? Tinch, faqat oppam bilan urushib qoldim-da. Yarashmaydigan bo'lib. Endi o'zimga bitta oppa topishim kerak. Yo'q, Laziz, Lajiga sani opang yo'q edi-ku. Yigitim haqida gapiryapman, o'rto. Daramaladachi qizli yigitini oppa deb chaqiradi. O'shaning uchun endi men ham Sardor akamlarni Sardor oppa deb chaqiraman. Menga qara o'rta, men pikmiligingga ko'z yumdim. Labubumiya kasalini to'qib chiqarganingga ko'z yumdim. O'zingdan karis yasab olganingga chidab bo'lmayapti. Men ketdim. Qayerga ketyapsan, onni? Shu tikim to'liydi. To'lab bo'lganman. Kamsamnida. Sardor oppa, miyane. Saranghe.